Bu yigitga atigi 9 yosh, lekin u allaqachon futbol veterinarlarini pensiya haqida o'ylashga majbur qilyapti. Lamin Yamal bu shunchaki iste'dod emas, bu yangi reallik. Qara, u nima qilayotganini. Uning driblingi elektrdek deyishadi. U himoyachilarni shunchaki aldab o'tmaydi. U go'yo ularni maydonda yo'q qilib yuboradi. Mana bu korpus harakatiga qara. PSG himoyachisi haligacha to'pni tribunadan qidiryapti. Uni Messi bilan taqqoslashyapti. Lekin Laminning o'z uslubi bor. Jasur texnika, aql bovar qilmas tezlik va chap oyoq. U deyarli hech qachon adashmaydi. Sen nima deb o'ylaysan? Yamal bu yil oltin to'pni oladimi yoki hali ertami? Izohda yoz, bahs qilamiz. Chunki ko'pchilik hali tushunmagan. Bu yigitga atigi 9 yosh, lekin u allaqachon futbol veterinarlarini pensiya haqida o'ylashga majbur qilyapti. Lamin Yamal